Okay guys, welcome back. Sağolasiz yaxshimizlar. Darsimizni yana bir davomlashtirsak, avvalgi darsda 71-dars, ya'ni o'sha pirlarni o'tgan zaman shakli ustida to'xtalgan hamda o'sha 72-dars, yana 71-ninki bir mashqqa texnik qandarizanlar. Bu darsimizni bir puxlab o'taylik. Hamda bu odatdagi o'tgan zaman holatida biz intayin ko'p qo'llanilgan o'sha vaqt ravishlari bor. Masalan, this morning, this afternoon, this evening, tonight degan. Bugun degan, bugun tushdan keyin, bugun kechqurun, kecha. Hamda masalan bu this morning ishlatganda, masalan sizlar shuni degan vaqtda allburun qanday bo'lsangiz, tushdan keyin bo'lib qolgan bo'lishi mumkin yoki tushib bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki tushdan burun o'tgan vaqtda tabiiy emasmi? Shunga ham demishara this morning deganim bo'ldi. Masalan, hozir bu suratni tushdan keyin deb aytamiz. Hamda men masalan oldin darsni tushdan burun oldim demoqchi bo'lsanglar, yana o'xshashlarni demaysiz. This morning ne qanday desanglar ishlatganim bo'ldi. Hamda masalan tunugun atdigan, tunugun tushdan keyin, tunugun kechqurun, tunugun kecha deganda nima deymiz? Masalan, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening and last night. Last night. Onun degan o'lish kun, masalan the day before yesterday. Masalan o'lish kun atdigan yoki o'lish kun tushdan burun deganda the day before yesterday in the morning. The day before yesterday in the afternoon. O'lish kun tushdan keyin. The day before yesterday in the evening. The night before last. Ham the ma degani, the night before last. Demak, the night before last night. Tunugun kechadan burun yana bir kecha. Demak, hamda men nightdan shikis bo'lib qoldi. Bu shikis qaytlasi bo'lmaydi. Shunga bir night qistirib ketib nima qilib qoldi desanglar, the night before last. Demak, o'lish kun kecha degan bo'ldi. Ham qaranglar bu yerdagi bu harakatlarga, fe'llarga, bu fe'llarniki qanday shakllanishtiramiz desanglar, o'tgan zaman shakllanishtiramiz. Okay, masalan, what did she do yesterday? Masalan, u nima ish qildi? Masalan, birinchi rasmda qarasanglar, u derazni ochibdi, shundaymi? She aired the room yesterday. Okay, derazni ochib, qanaqda o'yinni havosini almashtiribdi. Demak, she aired the room yesterday. U tunugun o'yinni havosini almashtirdi. Yoki she aired the room this morning. Now, what about next one? What did he do this morning? Bugun atdigan u nima ish qildi? You know, he cleaned the room this morning. Bu bugun atdigan o'yinni tozaladi, pokizladi. So what did they do yesterday evening? Ular tunugun kechqurunlik nima ish qildi? So they opened the box, you know, opened the presents yesterday morning. What about this? What did he do yesterday evening? U tunugun kechqurunlik nima ish qildi? He watched television yesterday evening. Watched it bo'lib qolsa bo'lmaydi. Watched. Okay, dusted, listened. And the dusted T bilan oxirlashgan bo'lsa, buni idda bo'lsa, well dusted. You know, she dusted the cupboard. Okay, she dusted masalan floor, okay, a dressing table yesterday, right? What about her? You know, she listened to music, right? She listened to music. Okay. And then we should complete this sentence. Hamsa mashq qilib baqaylik sağolashlar. Buni nima qilganda avval mavjumning bir shaklini beribdi, men ulgu misol qarab hamda qog'ozlarni ishlab baqsaq bo'ldi. You know, she's airing the room now. Bu hozirgi davomlashayotgan zaman. Demak, hamda shu so'zlikchining og'zidan shu gap chiqayotgan vaqtda shu sharkat qanday bo'ladir, bo'layotganligini bildirdi. Hamda buni o'tgan zaman ifodalasak tushunsangiz, she aired it yesterday. U tunugun qanday qildi? Tazildi. She aired it yesterday. Okay. Marking so'zal, it is raining now. Hozir yomg'ir yog'adi. Hamda tunugun yomg'ir yog'di bo'lsa, misharki yomg'ir yog'moqdan iborat bo'sh feel rain. Keyin idiq qilib qo'ysak bo'ldi, qoidalik feel, adaptlik feel. It rained yesterday. Buning qadim feellari sanal, it rained yesterday. Masalan, it is snowing now. Qarab baqsaq, it is snowing now. Buning uchun it snowed yesterday. It snowed yesterday. Snow degan qayag'moq. And he is boiling some eggs. U azraq nima qayindadi? Tuxum pishiryapti. You know, he boiled some
yesterday. O tunugen azraq qanday qildi? Pushadi. Mesela we are enjoying our lunch. You know, we enjoyed it yesterday too. Biz tunugen qanday qildik? Shuningda nozirlandik. You know, write the question and the answers. Mush savolning javobini yozib hamda qanday qilib savol shaklida yozsang hamda qanday qilib javob bering deydi. Masalan, she aired the room yesterday. Buningda igisim bor ekan, fe'lmi bor ekan. Uningdikini hamda vaqt ravishtirim bor ekan. Buni qanday qilib yozsang, mana misol qaranglar. What did she do yesterday? You know, she aired the room yesterday. U nima ish qildi? U o'yinin ovozini almashtirdi. Masalan, qarab baqsanglar, she aired the room yesterday, right? What did she do yesterday? She aired the room yesterday. Masalan, keyingisi, they cleaned their shoes yesterday. Okay. Demak, what did they do yesterday? She cleaned their shoes yesterday. Demak, hamda mana savol kelganda did ni ishlatamiz o'tgan zamoncha. Javob berganda asosiy fe'lning keyiniga ed qatimiz. ed qatimiz. Bo'ldi savolashlar. Mana bugun shu birinchi qismningki birinchi darsning 72-darsgacha shu darslar asosan to'p-to'liq bitdi. Biz shu suratga elishni o'tgan yili 8-oyda boshlagan mana bugun muvaffaqiyatli qoldi. Shu 72-dars, 72 dars tugabdi. Hamda bundan keyin hamda qolgan 100-darsning 144-darsgacha bo'lgan. Bizningki shu 73-darsning 100-darsgacha avvalsak birinchi qism kitob to'p-to'liq tugaydi. Hamda bu jarayonda bizningki o'qituvchilar, undan keyin bizning texnik xodimlar nurg'un jafolarni chekdi, nurg'un izlandi. Shu munosabat bilan hamda shu programmada shularga intayin ko'p rahmat aytaman. Hamda sizlarning shu birinchi qismni ko'rib, toki bugungacha izchil ko'rganinglarga rahmat. Hamda menda bir gap borchu. Muvaffaqiyatningki qarim-qarish ma'nolik so'zi hargiz mag'lubiyat emas. U bo'lsa nima dersam, balqi yutish, to'xtab qilish. Shu narsani qilsanglar bo'lsin, sizlar har qanday qilishni muvaffaqiyatli qilmaydi ekansizlar, cho'qim to'xtab qolmasliginglar, izchil oxirigacha bardoshlik bera olsanglar yoki oxirgi shu ishni qila olsanglar, cho'qim muvaffaqiyat qozonasizlar. Shunga ham muvaffaqiyatning alohida bir falsafasi va yoki alohida bir usulim yo'q. U bo'lsa nima desam, shu oddiy ishlarni izchil, davomli, to'xtovsiz qilib bersanglar, shirmanki sizlar bu hayotingizda har qanday ishda muvaffaqiyat qozona olasizlar. Shunga ma darsdan keyin shu birinchi darsda 72-dars bo'lgan butun darslarningki bir umumiy takror bor. Shu umumiy takrorni bir takrorlab o'tgandan keyin sizlar shu 73-darsdan oxirini boshlab bo'lgan sanli bo'ldi. Bo'ldi, bugungi darsimiz mushagich bo'lsin. Yana qanday tushunmagan mazmun bo'lsa bizniki g'oyibiy saloni abditalning inkos qaytarish iqtidori va yoki boshqa usullar orqali bizdan maslahat so'rasa bo'ldi. That's all for today. See you next time. Goodbye.